أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Allah yuqoridagi oyatdagi tu'til mulka man tasha dedi. Sen mülkni, padişahlıkni xoligan kishiga berasan. Ey Rabbim, sen xoligan kishiga. Sen xoligan kishiga berasan. Endi Allah subhanahu taala vallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim deganda-ku. Allah xoligan kishini to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi degan bu oyatda, ya'ni yahdi man yasha xoligan kishini hidoyatga boshlaydi degan so'zning ma'nosi nima? Yani kimiki hidayetini xolasa, insonning ichida kimki hidayetini xolasa, Allah onu hidayet qildi. Kimki xor bo'lishni, ezishni xolasa, Allah onu shu azdirdi dedi. Men sha'a dalalata adallahullah. Kimki zalolatni, gumrohlikni xolasa, Allah onu o'zining ixtiyorligi bilan shu yo'lga boshlab qo'ydi dedi. Yani hidayet ve zalalet degan bu ikkisining aslisi nima desa, inson tarafidan ixtiyoriy tanlangan ekan. İnson ya hidayetni tanlaydi, ya zalaletni tanlaydi. Buni ixtiyoriy tanlab bo'lgandan keyin Alloh subhanahu taala hidayetni tanlagan bo'lsa, uningga yarasha mukofot shaklida uni to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ydi. Zalaletni xohlagan bo'lsa, uningga jazo sifatida zalalet yo'liga boshlab qo'ydi degan bu shaklda tafsir qilingan. Yani bu insanın ixtiyorligidan keyin bo'lgan narsa bu hidayet ve zalalet. Allah deydi ki: "Ve iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani ve qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum falamma zaghu azaghallahu qulubahum vallahu la yahdil qaumal fasiqin." Mana bu ayet hidayet ve zalaletning inson ixtiyorligidan keyin bo'lganligini tushuntirib berdi bizga. Musa alayhissalom o'z vaqtida Musa alayhisalom qavmiga dedi: "Ey qavmim, mening Allohning sizlarga avatgan Allohning elchisi ekanligimni sizlar bilisizlar. Mushuni bilib turib sizlar menga nimishqa aziyat berasizlar menga" dedi Allah. Allohning payg'ambari Musa alayhissalom. Sizlar bilib turib nimishqa menga aziyat berasizlar, azor berasizlar. Endi Allah dedi ki: "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Endi bular haqdan burilib ketgandan keyin, ular o'zlari haqdan buralgandan keyin Allah ularning dillarini hidoyatdan burvatdi. Zaghu azaghallahu qulubahum. Bandalar o'zlari oldi bilan buraldi ular. Haqdan chiqdi, yo'ldan chiqdi. Uning kendidan Allah ularga jazo sifatida ularning dillarini hidoyatdan burvatdi. Allah fasik qavmni hidoyat qilmaydi deb Allah subhanahu va sura Saf bu şekilde şuna deydi. Xo'sh, tu'til mulka man tasha. Sen mülkni xoligan kishiga bersan. Biz buni oxiratning mulki ham oxiratning mulk tafsirshunoslar ham dunyo mulki ham oxirat mulki deb tafsirlaydi dedik. Ya'ni hidoyatni xoligan kishiga, hidoyatni kim xolasa shuningga berasan ey Rabbim dedi. Yani bir insan dinni rad qilgan, Rabbining rahmatini rad qilgan, bunu inkar qilgan yoki bu Allohning cho'ng buyuk va'dasini inkar qilgan, dunyo hayotini iroda qilgan, shahvatlarga berilgan, o'zining shu ko'ngli nagitasi shu yerga yuguraydigan, shahvatlarga yuguraydigan, jinoyat va shu buzuqchilikning ichiga yuguraydigan kishilarga albatta va tanzi'ul mulka mimman tasha. Bu kishilardan ana shunday sen xoligan, u inson ana shunday buzuqlikni xoligan ekan, sen xoliganingdan u mülk, bu hidayet, bu nimetini sen tatib olasan ey Rabbi deb tafsirlagan. Bu munosabat bilan, bu munosabatdan mülk so'zi chiqqanligi uchun shu narsani deymizki, qarindoshlar, bu dunyo mulki. Shu narsa aniq bo'lish kerak. Dunyo mulki Allah subhanahu va taolo dunyo mulkini Allah o'zi yaxshi ko'rgan kishiga beradi, yaxshi ko'rmaganiga beradi. Eng ashaddiy dushmaniga beradi bu dunyo mulkini Allah subhanahu va taolo. Hem yaxshi ko'rgan, hem yaxshi ko'rmaganiga bir beradi xolig'ini.
Ammo oxirat mulkini bo'lsa-ku, oxirat podshohligini, oxirat saltanatini bo'lsa-ku, fala yu'tihi illa liman yuhib. Alloh uni faqat va faqat o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu oxirat mulkiga erishgan, dunyo oxiratning, balki dunyo va oxiratning mulki saltanatiga erishgan shunday mu'minlardan qilsin. Buni Allohdan tuvanchilik bilan tilaymiz qarindoshlar. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي